Assalomu alaykum do'stlar. Savaka asosan akalar bugun 18-sentyabr Sankt-Peterburgdan Granitsa kirib chiqdiga akalarimizni jo'natamiz. Vaziyatni ko'rsatib ketamiz. Bugun birinchi etajda aeroport Pulkovoda mana o'zingiz ko'ryapsizlar. Ministerlar yo'q. Aka, qandaysiz, zo'rmisiz? Yo'qmi akamalisa? Yo'lib ketdik. Hozir Granitsaga kirib chiqdiga mana akalarimiz jo'natamiz. Hozir mana birinchi etajdan vixitdan kiramiz. Keyin shundan kirib ketamiz, yuring. Bu yoqda Granitsada bizi taksilarimiz bor. O'zlari aeroportdan olib, Granitsaga olib borib, olib keladi. Agar ikkita shraflaringiz bo'lsa, Granitsa borib yotmangizlar. Undan kam bo'lsa, maslahatlashingizlar. Biron savollaringiz bo'lsa, bizga savolga telefon qilsangiz javob beramiz. Chunki biz shu sohada ishlayapmiz. Akalarimizni olib borib kelyapmiz. Чтобы sizlar deport bo'lib ketmangizlar. Maqsad shu savol javob qilib, tushuntirib, qo'ldan kelguncha aytamiz. Mana hozir akamizni shu yerda o'tkazamiz. Bezdakmi? Bu aeroport Pulkovo birinchi etajda.